Diqqat! Bu video rossiyalik kompotga tegishli. Biz uni videosini olib tarjima qilganmiz. Biz shu videoga ozgina ashula qo'shib montaj qilganmiz. YouTube ban bermasligi uchun maroqli tomosha tilayman. Like va obuna qo'yishni unutmang. Hali ham tuzatib bo'lmashibdi-yu. Hali ham. Hammaga salom bolalar, mening ismim Kompot. Xush kelibsiz mening videomga. Mana qarang bolalar. Voy, hali ham tuzatib bo'lgan yo'q. Bir kun 2 hafta bo'ldi, 2 haftadan beri o'ynayapman, turibman, yotibman, uxlayapman. Xo'p, bitta turibman. Mashhadlarni tuzatishgan, hattoki uyimga suv bosyapti, chirog'im o'chib qolgan ustiga. Bolalar, yana bir gap, 2 haftadan beri men lo'qib kelyapti-da bolalar. Sekin-sekin endi uyimga toshishni boshlayapti suv. Hop, bu endi nima qilamiz bolalar? Hop, qaranglar, suv toshigan, merga borib ko'raymi ekan? Bolalar ketdik, merga borib ko'ramiz. Shu kontaktga like bosib qo'ying bolalar. Hop, mer. Mani uyim qanday tozalaysiz? Qancha qilib berasiz? Endi men keyingi haftalarga qilib beraman. Keyingi haftaga 2 hafta bo'ldi-yu, kalla ishlading, mer iltimos qilib bering endi. Yo'q, koloddan suv ichib turar endi, suv yo'q, suv chiqmayapti, chirog'da endi bilmadim, bir narsa qilib turasan-da chirog'da. Voy, mazgi deyman, bo'ldi, mer asabim buzardi-yu, yomon asabim buzyapsiz. Nima, hayda baraman qishloqdan. Boshqa joyga ko'tsam bo'lmaydimi? Boshqa joy hammasi o'sha, yana omborxonalar bor, omborxonalar bo'lmaydi, chunki yat bo'lmaydi. Karotdan suv olib turar, chunki omborxonalarda kerakli narsalarim turibdi. Shuning uchun bo'pti. O'tdi. Yeb bani. Kalodes. Mer yaxshi qo'yib berdi. Shu kalodesdan uyqusamchi? Yeb bani, kalodes rasa yuvingani ham yaxshi, hamma narsa qilgani yaxshi. Suv ham qaynatsa bo'ladi, hamma narsa qilsa bo'ladi. Tayyor suv. Yaxshi. Demak, nima qilamiz? Kalodesdan in quramiz deb. Yarochi endi bolalar, kalodesdan qurib ko'ramiz. Demak, uni materiallarini qayerdan olaman? Hop, topish kerak, hamma o'ylab ko'ramiz. Nata hamma narsalar, telefon, hamma narsalar olamiz pullarimgacha. Hop, olamiz. Oltinlarimni oldim, o'z zo'rg'a yig'ib terganman oltinni. Hop, bu yerdan sekin o'tib ketib, hop, materialni qayerdan topamiz? O'yla, kompot, bani. Uyim bor, bolalar. Uyimni quraman, bo'ldi, uyga ketdik. Uyda talpa va yo'qlamiz. Mana bolalar, hamma joy bo'ldi. Ana joylar nimaga qo'ymagan, buzmaganini aytsa, fantom bo'lsa 3 ketishi mumkin. Shuning uchun 3 ketmayapti. Shuncha g'uncha qilib bu yerda to'g'rilaveramiz. Endi qanday to'g'rilaymiz bolalar? Hop. Endi bu yog'ini buzib tashar ekanmiz. Interyerini men o'ylab ko'rdim. Shatini buzaymiz. Buzib turib, hop, mana bunaqa taxtalardan qo'yamiz. Tezroq qo'yish kerak bo'lsa, qulab tushadi tom. Zo'r o'sha turibdi ekan o'zi. Tez qo'yar, tez bo'l. Mana shunaqa anaqalarni ham qo'yamiz. Ota nima edi? Yarimtali bloklarni ham quramiz. Yangi uy. Voh, ana bo'ldi, Xudoga shukr, qurib bo'ldim. Endi bolalar, ichkarini qurishni boshladik. Birinchi tashqarini qurib olaylik. Qurib bo'lgani o'sha eshik bo'ladi. Bu yerda darvoza, hamma narsa bo'ladi. Bu yerga ayni, mana bu yerga ham ayni. Bu yerga ham ayni. Yorug' turish kerak uyim ichi. Bo'ldi. Endi nima qilamiz? O'ylayman, qaranglar, xunuk turganini menga yoqmayapti. Hammalar endi tepadan bunday qurib ketaveraylik-chi. Hotdim, o'zim eski uyimda quraylik. Eski uyimni eslab qolaylik-chi endi o'ram xafa bo'lmasin. Ana mashhadlarga qo'yamiz, reshotkalardan. Reshotkalar ilib qo'yamizda, keyin pastga gravilar qo'yamiz. Ya'ni shaharda qo'yamiz. Shaharda qo'yamizda. Bo'ldi, ana. Menga yoqdi, lekin chiroyli chiqdi. Demak, bo'ldi, ana o'zimizning uyga o'xshadi sal-pal. Endi tepani to'g'rilab olsak, yarimtali bloklarda qo'yamiz. Yana olamiz, yana qo'yamiz. Qo'yamiz. Bo'ldi, tugadi. To'g'riladik. Endi mana bo'ldi. Endi bolalar, nima qilamiz? Eshik qo'yamiz.
Va cho'tki chiqdi, menga yo'qdi. Endi aynilar qo'yib chiqsak va taydan yana ko'laymiz. Kalot taydan suvni chiqarib narsalar qilamiz. Va bu yerda endi aynilarni to'g'rilab chiqsak. Ayni qo'yamiz. Bo'ldi, eshikni bekitamizda. Narsalar yana olib kelamiz. Olib kelib bo'ldim. Endi bolalar pastga yana quramiz. Mana bu yerda lyuk bo'ladi. Lyukni qo'yaman-da. Bo'ldi, hozir lyukni qo'yib qo'ysam, cho'tki chiqadi mana. Bo'ldi. Birinchi xona oddiy dam oladigan xona bo'ladi. Bolalar, bu yerga buni qo'yamiz, kresloni va ikkita pechga bitta verstag qo'yib olamiz. Bo'ldi, menga yo'qdi lekin osongina, ixchamgina uycha. Endi bu yerda o'tirasan-da, dam olasan va mana bu yerda pishiradigan narsani qilasan. Bo'ldi, karot chashna qilamiz, bolalar. Endi past qilamiz. Endi pastga qilamiz-da. Hoppa. Tushib olamiz. Voy, nafas olish qiynashyapti. Bo'l. Hoppa, pasti bo'lib qoldi. Hoppa, ana bo'ldi. Endi bu yerda lyuk qo'yib qo'yamiz-da. Bo'ldi, ish bitdi. Bu yerga yotoqxona qilamiz bu yerni. Endi bu yer cho'tki yotoqxona bo'ldi. Xuddi meni skinimdaqa. Endi bu yerga sandiq qo'yamiz. Sandiq ochilmaydi-yu. Endi nima qilamiz? O'ylab, bitta anaqa kerak. Hoppani. Rasa zina kerak edi. Hoppa, zinada ochiladi bu. O'tda shunaqa mikro logikasi ham itidan-da. Va hammasini solib qo'yamiz. Bo'shatib oldik, bolalar. Endi bu yerga qo'yib olamiz-da. Mana kichkina karta anaqa rasmcha qo'yib olsa bo'ldi. Endi bu yerga chiroq kerak, osmonga tepaga chiqish uchun narsa kerak. Endi chiroq olib kelgan ketdik. Mana bolalar, chiroq olib keldim. Bu sensor lekin bitta tegib qo'ysangiz bo'ldi. Yonar ekan bu. Texnologiya ham to'g'rimi bolalar, texnologiya. Endi bolalar mazza qilyapman. Bo'ldi, yana pastga o'tishimiz kerak. Birinchi bo'lib, bana yomonqatda bo'ldi o'zingiz. Kompot bo'ldi, pastga tushamiz. Knyaz Faker YouTube kanali, Knyaz Faker deb Faker Craft YouTube kanaliga obuna bo'ling. Bo'ldi, ana hamma joyi qurib oldik, hamma ikkita xona olib qo'ydim mana. Bu yerga ikkita xona olib qo'ydim-da, bu yer cho'milish xonasi bo'ladi. Endi bolalar, hop. Endi bolalar hamma joyda inventarni nima? Karotchi ichkarini to'g'rilab chiqamiz. Bu yerga oddiy vanna qo'yamiz. Vanna qo'yilmayapti-yu. Voy, og'irlik qilyapti. Ay, tezroq qo'ying. Yengil bo'ldi. Ancha bo'ldi, buni ham qo'yib oldik. Endi tepaga chiqamiz. To'g'ri, mana qo'yib ketdi sovunlar. Ya'ni qilganda artadigan narsa. Karotcha shuni qo'yamiz-da. Endi pastga o'tamiz. Pastda endi bu o'yin game klub bo'ladi. O'zim uchun, boshqalar uchun emas. Pushlanmayman. O'zim YouTube kanalim bor. Sizlar bilan yuraman. Bo'ldi, sizlar yaxshilar-da. Bolalar, mana onachilar cho'tki, xudo xolasa biz yana 50 ta bo'lamiz. Obana. Kimdir shuni qildi? Alyo, kompotni nomeraman. Ha, kompot nomeri kimsiz? Merman. Tezroq karot stoliga kelit. Nima qilyapsan bu yerda? Qanaqadir qo'yib qopti. Ha, bo'pti. Hozir boraman, hozir ketyapman. Bu tepaga chiqish kerak. Mer cho'ta sezibdi. Ha, mer. Voy, kompot nima qilasan? Men hatto boshqa qishloqlarda ham oila. Hozir men uyni tozalab, to'g'rilab qo'yaman, kompot. Iltimos, boshqa qishloqlarda ham oila buni anaqa qil. Ha, bo'pti, birinchi uyni tuzatib bering, kompot bo've. Endi karotchi uyni tuzatib bering. Ha, hozir tekis tuzatib beraman tezda. Kompot bitta iltimos tezda tuzatib beraman. Buni uy boshqa qishloqlarda ham oila endi. Bu uy menga yoqyapti-da, lekin kompot desam, kompot basam mer. Menga yoqyapti-da. Men kompot basam merman. Bor yo'qolib men hozir tuzatib kelaman men. Sen uyda o'tirib tur. Ha, bo'ldi, birinchi inventarni ko'rsatayman, qara. Zo'r tualetlarigacha bor, matandaqalargacha bor. Hamma narsa bor. Boshimga urib yoraman, hozir bor, tuzatib qo'yaman, hozir tezroq o'zi uyingga ko'chib o't. Ha, bo'pti, ko'chib o'taman. Bro, lekin men yo'qotib bo'lay. Ha, ayni hozir tuzatib bo'lgandan keyin ko'rishamiz. Lekin tuzatib bo'lisham borda uni. Hoppa, bo'ldi. Endi bu yer cho'tki bo'ldi, hoppa.
Endi mazza qilib o'yin o'ynaylikmi? Ichkariga kiramizda o'yin o'ynaymiz. Ot. Ya, o'ldirib qo'ydi-yu. Ot. Emkirib turdi. Hammasi sniper. Alo. Mat, kampot tezroq kel, o'yinni bitiram. Yo'q, bo'ldi, hozir boraman. Ketdi borlar, kampot merg'ozni bitiribdi, luklar keyin yopaman. Tez borib kelaychi, qiziq ketyapti, qanaqa bitirganiga. Yo'q bani. Mani uyim yaxshi zinab qo'ya qurganim esimdan chiqib aytishim. Yo'q bani, men uyim cho'tki itdi. Bana cho'tki. Bana to'g'ri qishi buzilgan bilmayapti. Kampot keldingmi? Endi ashirda yashaysanmi? Endi tezroq yashay, iltimos. Men chirog'imni olib qo'ydim. Bo'ldi, men uyimda basen bor edi. Yo'q, mana basanga basen qurib berdim. Voy dali, cho'ntagimga zarar qilyapti. Endi menga game klub kerak. Men kompyuter o'ynab kelaman. Yo'q, bana. Kompyuter menikidan ham zo'r. Vatta. Zo'r. Menga barabar zo'r notebookimda. To'g'ri, tez endi uyingga ko'chib kel. Hozir bo'ldi. Hozir men gaplashib olaylik obunachilarim bilan. Korchi bo'ldi, qanday qilamiz? Nima qilamiz? Bu uyda ko'chib o'taymikin? Yoki nari uy yaxshimikin bo'ldi? O'yla. Nari uyim yaxshi chiqyapti, men yo'qdi. Bo'ldi. Qayerga ko'chib o'taykin? Mana shu qo'llaymi bo'ldi. O'shani buni kommentariyaga yozib qoldiring. Qayerga boray? Yoshga boraymi, yoqqa boraymi? Xullas, korchi bo'pti bo'ldi. Obuna bo'lib, like bosing. Bo'pti, yaxshi dam olinglar.